Oldingi istoriyamda uyda o'tirib ham pul topsa bo'ladi deb yozsam, Dildor opa bizga ham ayting, qanaqa qilib uyda o'tirib pul topsa bo'ladi, qanaqa qilib SMM sohasini o'rgansa bo'ladi deb yozibsizlar. Sizlarga hozir bitta qizni tavsiya qilaman. Ismlari Sharofat. SMM mobil grafika kurslarini eng zo'r kuratorlardan bittasi. Xohlasanglar onlayn o'rganasizlar, xohlasanglar offlayn o'zlari bilan amaliyotda sinab darslar o'tishingiz mumkin. Offlaynda o'zlarining ofislari bor, shu ofislariga borib, darslarni o'zlarini og'izlaridan eshitib, amaliyotlarda ko'rsatib o'rgatadilar. Studiyalarga borib, mobil grafika darslarini o'rgatadilar. Har bitta studiyani zonalaridan bepulga foydalanasizlar. Ya'ni shu to'lovi ichida bo'ladi. Offlayn o'qish imkoniyati bo'lmasa sizlarda onlayn darsliklari ham bor. Video darsliklar orqali SMM va targetga to'liq yetishib chiqishingiz mumkin. Tushunmagan joylaringizni Sharofat o'zlari Telegramdan video qilib yoki голосовой qilib tushuntirib beradilar. Xohlasanglar onlayn o'qiysizlar, xohlasanglar offlayn o'qiysizlar. Onlayn darslari offlaynga nisbatan byudjetliroq, arzonroq hisoblanadi va video darsliklardan bemalol tushunsanglar bo'ladi. Chunki onlayn darsliklarni o'zim ham o'tganman. Video darsliklarda ham to'liq tushuntiriladi. Shuning uchun onlayn darsda ham o'rganish imkoniyati bor sizlarda.